Poytaxtimizning Sergeli tumanida probatsiya hisobida turgan yoshlarga muntazam e'tibor qaratilib, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish, hayotda o'z o'rnini topishlarida ko'maklashishga alohida ahamiyat berilmoqda. Xususan, tumandagi universitetlardan birida o'tkazilgan navbatdagi uchrashuvda ham mas'ullar yoshlar bilan ochiq muloqot olib bordilar. Ushbu tadbir oddiy uchrashuv emas, balki yoshlar uchun katta hayotiy saboq bo'ldi. Shaxslarga albatta davlat tomonidan yordami bo'ladi. Lekin aksincha o'z xatti-harakatiga xulosa qilmagan va yana jinoyat sodir qilish yo'liga o'tgan shaxslarga jazo muqarrarligi bir xil ta'sir qilishini hammamiz bilamiz. Yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikning oldini olish asosiy dolzarb masalalardan bittasi bo'lib turibdi. Tadbir doirasida tashkil etilgan sayyor sud esa barchaga birdek o'ylash, xulosa chiqarish imkonini berdi. Unda hayotdagi eng muhim haqiqat jinoyatga jazo muqarrar ekanligi yana bir bor yaqqol namoyon bo'ldi. Sayyor sud yakunlariga ko'ra, o'z xatosidan to'g'ri xulosa chiqargan 7 nafar fuqaro muddatidan oldin ozodlikka chiqib, oilasi bag'riga qaytdi. Qonunni chetlab o'tishga uringan 2 nafar shaxs esa sud zalidan to'g'ridan-to'g'ri jazoni ijro etish muassasasiga yuborildi. Bu raqamlar ortida taqdirlar, xatolar va eng muhimi to'g'ri xulosa qilish imkoniyati bor. Zero qonunga itoat, erkinlik kafolati desak adashmaymiz.